Hozirgi kunda napolniy konvektor tanlashda ko'pchilik qilayotgan xatolardan bittasi $50 $100 raznitsasiga bez ventilyator variantini olishyapti. Ya'ni bu konvektorning asli vazifasi nima? Panoramniy oyna bo'lgan joylarda bu konvektor qo'yilgandan keyin, shu to'pli polga ulangandan keyin bu yerda hosil bo'lgan suvni o'zini ventilyatori yordamida 1,5-2 metrga ko'tarib beradi. Ya'ni panorama oynadan kirayotgan sovuqlikni to'sadi. Endi bu yerda ko'rib turganingizdek bez ventilyator varianti qo'yilgan. Agarda hozir shu xatolar tuzatilmasa, ertaga remont bitgandan keyin bu o'zini vazifasini to'laqonli bajarib bermaydi. Sababi bu shu suvni maksimum 30 santimetrga ko'tarib beradi. Tashqaridan kiradigan suvlik ichiga kiraveradi. Endi yo'q, keyinchalik men ventilyator qo'ydira olamanmi degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, qo'ydira olasiz. Shunda ham bu yoqqa elektriskiy sim kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha ventilyatorga ulanish uchun. Shuning uchun bunaqa xatolarni remont bitishidan oldin o'sha loyiha asosida chizmalarda ko'rsatib, o'sha $50 $100 raznitsasiga qaramasdan yaxshisini qo'ydirganingiz maqsadga muvofiq.